Hayotimda eng oson tayyor bo'ladigan ovqatga harakat. Sezonida bu ovqatni yeb qolish kerak. Yangi chiqqan kartoshkalarni suvga cho'miltirib gazga jo'natdim. Vaqtim zoyi ketmasin deb salatga harakatni boshladim. Parrak-parrak qilib pomidor, bodring, rediska hamda zelenlarni yupqagina qilib to'g'rab, ortidan chesnoklarni to'g'rab, bitta idishga birlashtirdim. Tuz bilan olivkovoy yog'larni solib yaxshilab aralashtirdim. Rasam bir pasda kartoshkalarim ham qaynab chiqibdi. Sariyog'da qovurishga jo'natdim-da, yana bitta idishimizga yog' soldim. Kartoshkamiz yolg'izlanib qolmasin deb parikokingdan sherik qilib sirni shariklarni olgandim. Yog'da qovurilishga yubordim. 5 minutda yuzlarini qizartiribgina qovurib olamiz. Voh, kartoshkalarim pishib chiqqandan keyin ustidan chesnok, zelenchalarni solib bitta aralashtirgandim, hidlari uyga taralib ketdi. Sirni sharikchalarim ham dum-dumaloq bo'lib, sirlari erib, mazali bo'lib qovurilib chiqdi. Kattagina laganga chiroyli qilib podacha bo'lsin deb kartoshka, sirni sharik salatlarimni solib oldim. Oh, sirlarni qaranglar, yoqimli ishtaha.